Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun biz sizlar bilan FC Mobile'da yangi akkaunt obzorini ko'rib chiqamiz. Bu akkaunt juda ham omadli akkaunt hisoblanadi. Kechagina ochilgan akkaunt. Bizga ushbu haftalik uchun ushbu draft taqdim etilgan va keyingi hafta yarim himoyachilar drafti keladi. Va bundan bir kun o'tib Totti Box keldi. Unda Marcelo asosiy rolda va bizga yangi akkaunt ochilgani uchun ushbu kick-off drafti taqdim etildi. Bugun biz ham buni ochib ko'ramiz. Buni ochish uchun bizga 10 ta voucher, ya'ni 10 ta draft ochish uchun 10 ta voucher kerak bo'ladi. Ana endi esa bemalol 10 ta draft ochishimiz mumkin. Chunki bizda 10 ta voucher mavjud. Taktikalar qilib ko'ramiz. Balki tushib qolar, balki tushmas, ko'ramiz. Ket. Va bu vaqtda ham walkout bo'ladi degan umiddaman. Afsus, bizga Hawson va Joan Garcia tushdi. Va 8 ta qolgan o'yinchilar, lekin bizga bu o'yinchilarning hech biri kerak emas. Va menga kecha Kylian Mbappe va Ousmane Dembele tushdi. Bu o'yinchilarni screenshotini qo'yib ketaman. Men bu o'yinchilar tushganiga juda ham xursand bo'ldim, chunki bu yangi akkaunt uchun juda ham zo'r natija. Va kecha emas, bugun ertalab menga Lewandowski tushdi va qolgan o'yinchilarni ko'rishingiz mumkin. Uncha zo'r jamoa emas, lekin hujumi zo'r bo'ldi. Hali keyingi hafta yarim himoyachilardan bitta kompozitsiyasida o'ynaydigan o'yinchi kerak. Keyingi hafta ushbu o'yinchini ushlasak, tarkibimiz juda ham kuchli bo'la oladi va keyingi hafta himoyachilarni kutamiz. Bizda 14 ming ta jeton mavjud ekan, lekin bu yetmaydi, shuning uchun ochib o'tirmaymiz. Va siz endi keyingi haftada keladigan yarim himoyachilarni ko'rishingiz mumkin. Bular Joao Neves 116, Rice 116, Vitinha 117, Pedri 116, Bellingham 116, Palmer 115, Olis 115, Barella 115, Valverde 114 va qolgan o'yinchilar. Bu o'yinchilarni biz keyingi hafta payshanba kuni, shu hafta payshanba kuni olishimiz mumkin. Bu o'yinchilar ham draftda keladi va ikonlardan esa bizga Maldini kelishi aniq, Cafu kelishi aniq, Gullit kelishi mumkin, Jairzinho bilan Xabi Alonso kelishi mumkin, Alovarian aniq va qolganlar. Endi esa Star Scoutga kirib, Star Scoutda bir kunlik tekin aylantirishimizni ishlatamiz. Menga hozir eng kerakli pozitsiya bu LV bo'lib turibdi, chunki LVda uncha kuchli odam yo'q va GK, ya'ni darvozabondan uncha zo'r o'yinchi yo'q. Bizga birinchisi sotilmaydigan nomli klub chiqdi. Endi esa ikkinchisini ochamiz. Ikkinchisidan esa bizga qani RB o'ng qanot himoyachisi chiqdi. Menga kerak emas, lekin zamburutda tushsa kuchaytirib LB pozitsiyasida o'ynatishimiz mumkin. Uchinchisi 115 chiqsa zo'r bo'lardi. 113. Voy, menda Carvajal bor, shuning uchun davom ettirmaymiz va bundan chiqamiz. Endi extra time ga o'tib, tekin imkoniyatimizni ishlatamiz kunlik. Bizga Ruben Dias, Minta 07 token va Bastini tushdi. Minta 07 token olamiz. Va ushbu akkauntni siz yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosishingiz kerak va kanalimizda obunachilar soni 100 taga yetgandan keyin ushbu akkauntni konkursga qo'yamiz. Buning uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. Bu yerda randomize bot orqali aniqlanadi. Telegram kanal silkasi opisaniyada bo'ladi. Unga kirib obuna bo'lib qo'ying. Barcha yangiliklar shu yerda bo'ladi.
ushbu akkauntni siz yutib olishingiz mumkin. Bu hozir biroz holatda, lekin siz yutib olganingizcha kamida 118, 119 o'g'irga ega bo'lishi mumkin. Tez obunachi bo'lsa, bu akkaunt ham tez ko'tarilib sizlarga taqdim etiladi. Bu birinchi konkurs va oxirgisi emas. Bundan keyin ham juda ko'p konkurslar o'tkazamiz. Buning uchun faqat siz obuna bo'lib, motivatsiya berib turishingiz kerak va kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosish esingizdan chiqmasin. Ushbu akkauntda Barkolyo va Alvarez, Beu degan mashhur o'yinchilar ham mavjud va keyingi hafta yana yarim himoyachilar kelsa, undan ham kuchayishi mumkin. Ushbu akkaunt 114 overga ega hozirda, lekin keyinchalik bundan ham ko'tariladi, chunki ko'pchilik o'yinchilar rank up qilinmagan va over past bo'lgan o'yinchilar ham mavjud. Nega boya Hawsonlar tushganda xursand bo'lmagan sababi, menda Hawson ham, Joan Garcia ham mavjud. Bu akkaunt juda ham omadli degan sababi ham bor. Bu akkauntga Carvajal, Edigo va Marchisio hammasi uchalasi ham Star Scout'dan tushgan bir kun ichida va bu akkauntni siz yutib olishingiz mumkin. Ayna esa sotib olingan, ya'ni marketdan sotib olingan. Va akkauntdan asosiy menyumizga chiqamiz va ko'rishingiz mumkin 16 ming olmos bor. Buni keyingi hafta ishlatamiz, yarim himoyachilar kelsa. Hozir esa Marcelo boksini ko'ramiz. Marcelo boksidan menga 800 ta olmos tushdi. Bu eng kami. Bundan ham battar 300 ta deb hisoblayman meni fikrim bo'yicha. Endi esa biz Totti draftga kiramiz. Bundan 8 ta aylantirishning ichida garantiyali pul va o'yinchi tushadi. Va yana bir narsa, exchange SC draft voucherini umuman obmen qilmang. Undan ko'ra extra time'ga tiqib o'yinchi olganingiz yaxshi. Bu exchange'da siz 10 ta o'yinchi bitta voucher evaziga obmen qilasiz. Bu esa juda katta yo'qotish bo'ladi sizning jamoangiz uchun. Endi esa Nation Story'ga kirib, keyingi, ya'ni bugungi missiyalarni ko'rib chiqamiz, savollarga javob beramiz. Bu savolga javobni videoni oxiriga qo'shib o'tib ketaman. Hamma savolga javob bo'ladi. Biz 3 ta match o'ynaganimizdan keyin bizga 300 ta fragment berilar ekan. Va galereya bo'limida biz olishimiz mumkin bo'lgan o'yinchi hozirda Sneijder bo'ladi. Sneijderni olish niyatim bor. Agar undan ham zo'r o'yinchi kelib qolmasa. Va bitta yaxshi yangilikni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni kelayotgan payshanba kuni bizga ushbu o'yinchilar keladi. Bu konsept shaklida bo'ladi. Ronaldo, Eusebio, Figo, Vitinha, Bruno Fernandes, Carvalho, Quaresma va shu qatorda boshqa o'yinchilar. Bu o'yinchilarni biz shart evaziga olishimiz mumkin. Tottida kelmagan bo'lsa ham bu yerda aniq shart bo'limi bo'ladi. Xuddi shu shaklda keladi. Unda ham savol-javoblar bo'ladi. Endi esa Japan Trivia'ni kunlik missiyalarini bajaramiz. Hozir bajarmaymiz, ko'rib chiqamiz. Bundan keyin videoning oxirida qo'shib bajarganimni ham videosini qo'yib ketaman. Agar siz o'yinda yangi bo'lsangiz va Division Rivals'dan uncha ko'p olmos ishlashni bilmasangiz, hozir men sizga buni tushuntirib o'taman. Siz World Class 5 ga o'tish orqali ham juda ko'p olmos ishlashingiz mumkin. Menimcha 10 ming olmos bemalol ishlasangiz bo'ladi. Hozir esa shuni ko'rib chiqamiz, qancha olmos ishlash mumkinligini. Men hozir yangi akkauntimda Pro 2 daman. Agar World Class 5 ga chiqsam, yana 2000 olmosga ega chiqaman. Endi head-to-head bo'limdan ko'rib chiqamiz qancha olmos ishlash mumkinligini. Siz agar Amuntier 2 ga chiqsangiz 1000 olmos, Amuntier 1 ga chiqsangiz ham 1000 olmos, Semi Pro 3 ga chiqsangiz ham 1000 olmos, qolganlarda esa oddiy savollar va Pro 5 da 2000 olmos, 5000 olmos va World Class 5 da 2000 olmos, 7000 olmos va Legendary 5 da yana 2000 olmos. Bularning barchasi 10000 olmos va FC Championda 10000 olmos, 10 ta yulduzda 10000 olmos va 20 ta yulduzda yana 10000 olmos. Jamisiz 40 ta yulduzda ham 10000 ta beradi. Jamisiz
49 mingta, salkam 50 mingta olmos ishlashingiz mumkin. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bu juda ham foydali narsaga aylandi FC Mobile Division Rivals'da. Men ham buni ko'rgandan keyin juda ham ko'p o'ynayapman. Bu yangi akkaunt bo'lganligi uchun uncha ko'p o'ynalgani yo'q. Asosiy akkauntimni esa keyingi videoda ko'rsataman. Menejer modi uchun taktikalar ham bor. Agar siz menejer modida qiynalayotgan bo'lsangiz, keyingi videoda taktikalarni ko'rsating deb kommentariyaga yozib ketsangiz, men keyingi videoda hamma taktikalarni siz bilan bo'lishaman. Va endi esa mendan so'rashingiz mumkin, Dembele va Mbappe qanday o'ynayapti? Ular juda ham zo'r formada o'ynashyapti. Pirloning ham paslari fantastik. Asosiy akkauntimda Pirloni full kuchaytirilgan holati bor. Uni ham keyingi videoda ko'rsataman. Hozir esa Dembele va Mbappe juda ham zo'r formada o'ynashyapti. Atakada deyarli hamma gollarni shu ikkita forward uryapti. Lewandowskini hali o'ynatib ko'rmadim. Keyingi videoda uni ham agar xohlovchilar bo'lsa, uni ham tahlilini aytib o'taman. Boya aytib o'tganimdek, hozir men sizlarga boyagi triviani ba'zi javoblarni belgilab ko'rsataman. Agar xohlovchilar bo'lsa, Portugaliya eventini ham hozir shu hafta keladigan Sabitya emas, shu yo'nalishini ham javoblarni ko'rsatishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Portugaliya eventi ham bo'lsin deb. Men shunda keyingi hafta buni ham chiqaraman. Alohida shorts videolarda bundan foydalanishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bizda Honda bo'lar ekan. Uni men YouTube'dan topdim, shu qidirib. Biroz qotishlar bor. Hozir esa 9-savolga o'tib olamiz. 9-savolning javob Zaccheroni ekan. YouTube'dan tekshirib ko'rib barchasini. Sizlar xato qilib qo'ymasliginglar uchun ham men o'zim alohida shortsda Portugaliya termasi uchun ham chiqaraman. Agar xohlasangiz meni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'zingiz xohlagan izohni yozib qoldiring. Niderlandiyada esa bu quarter final, ya'ni yarim final ekan javobi. 3 ta matchdan keyin biz 300 ta shart olamiz va undan keyin Sneijerni olish maqsadim bor. Agar Portugaliyadan undan ham zo'r o'yinchi kelmasa, hozir bizda 50 tagina shart bor. Bu yerdan biz 300 ta Yaponiya Trivias'dan olgan tokenimizda 300 tasiga 60 ta shart olishimiz mumkin. Bundan 4 tasiga yetar ekan va bundan 4 tasini olamiz. Endi esa menyuga qaytamiz. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yangiliklar shulardan iborat edi. Meni kuzatishda davom eting. Yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin va izohingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu menga motivatsiya bo'ladi va bundan keyingi faoliyatim yurishda ham katta yordam beradi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.